Agar sizning nomingizda kvartira, uy yoki ulushli ko'chmas mulk bo'lsa, bu video sizga bevosita tegishli. Men bugun juda muhim masalani tushuntiraman. Hujjatda siz egasiz, lekin elektron bazada ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, ertaga mulkingiz bilan bog'liq muammo chiqishi mumkin. Odamlar buni raqamli konfiskatsiya deb atayapti. Chunki muammo qog'oz hujjat yo'qolganda emas, aynan raqamli tizimda egasi, manzili. Kadastr raqami yoki ulushi noto'g'ri ko'ringanda boshlanadi. Shu oy oxirigacha ulgurish kerak degan gap ham bekorga chiqmayapti. Ko'p hududlarda bazalarni yangilash, kadastr ma'lumotlarini soliq va kommunal tizimlar bilan bog'lash, elektron reyestrlarni tozalash ishlari kuchaygan. Men sizga qo'rqitish uchun emas, aniq nima qilish kerakligini aytish uchun gapiryapman. Hozir videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta mayda xato ham keyin notariusda, bankda, merosda, sotishda yoki sudda katta bosh og'riqqa aylanishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday amaliy ma'lumotlar har bir xonadon egasiga kerak bo'ladi. Avval qanday edi? Oldin ko'pchilik uy-joy hujjatini qo'lga olib yurardi. Order, oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi. Kadastr hujjati, texnik pasport. Odamlar menda qog'oz bor, demak hammasi joyida deb o'ylardi. Notariusga borganda ham ko'p narsa qog'oz hujjat asosida tekshirilardi. Kadastr idorasida alohida ma'lumot, soliqda alohida ma'lumot. Kommunal tashkilotlarda alohida abonent ma'lumoti bo'lardi. Ba'zan bir joyda eski familiya, boshqa joyda yangi familiya, bir bazada garabish kvartira, boshqasida garabish A, bir joyda umumiy maydon 602 kvadrat metr, boshqasida 59 kvadrat metr bo'lib yurardi. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Davlat organlari ko'chmas mulk bo'yicha ma'lumotlarni elektron reyestrga o'tkazyapti. Idoralararo almashinuv kuchaygan. Soliq, kadastr, notarius, bank, kommunal xizmat, sud ijrochilari va boshqa tizimlar bir-biriga bog'lanib boryapti. Bu yaxshi tomoni bilan tartib beradi. Firibgarlik kamayadi, egasi aniq ko'rinadi. Qarzdorliklar yashirinmaydi. Noqonuniy bitimlar qiyinlashadi. Lekin yomon tomoni ham bor. Agar elektron bazada xato bo'lsa, tizim sizning og'zingizdagi gapga emas, bazadagi yozuvga qaraydi. Mana shu joyda odamlar raqamli konfiskatsiya degan iborani ishlatyapti. Men buni huquqiy atama sifatida emas, xalq orasida paydo bo'lgan ogohlantiruvchi ibora sifatida tushuntiraman. Ya'ni sizning kvartirangizni hech kim ertaga kelib shunchaki tortib olmaydi. Lekin ma'lumotlar noto'g'ri bo'lsa, siz mulkingizdan erkin foydalana olmaysiz, sota olmaysiz, garovga qo'ya olmaysiz, meros rasmiylashtira olmaysiz, kommunal hisoblarni to'g'rilay olmaysiz. Ba'zan hatto soliq yoki qarzdorlik xabarnomasi noto'g'ri kelishi mumkin. Eng xavflisi nizozoli mulklar, eski hujjatlar va ulushli kvartiralarda egasi raqamli reyestrda to'liq aks etmasa, keyin uni isbotlashga vaqt, pul va asab ketadi. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, qog'oz hujjat borligi yetarli bo'lmasligi mumkin. Masalan, siz 2004 yilda kvartira sotib olgansiz. Qo'lingizda notarial oldi-sotdi shartnomasi bor. O'sha paytda hammasi qonuniy bo'lgan. Lekin elektron bazaga o'tkazishda manzil eski nom bilan kiritilgan. Ko'cha nomi o'zgargan, uy raqami yangilangan, mahalla nomi boshqa bo'lgan. Bugun siz kvartirani sotmoqchi bo'lsangiz, notarius tizimda bitta manzilni, kadastr boshqa manzilni, pasport ma'lumotingiz esa yangi familiyani ko'rsatadi. Natijada bitim to'xtaydi. Notarius sizga avval kadastrni to'g'rilab keling deydi. Xaridor kutmaydi, kelishuv buziladi. Ikkinchi narsa, ulush masalasi. Ko'p oilalarda kvartira ota-ona va farzandlar nomiga ulushlarda rasmiylashtirilgan. Masalan, 3 xonali kvartira 4 kishiga teng ulushda ota-ona, 2 farzand. Qog'ozda hammasi bor. Lekin elektron tizimga o'tganda faqat ota egasi sifatida ko'rinib qolgan bo'lishi mumkin yoki ulush foizi noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Bu bugun sezilmaydi. Lekin ertaga ota vafot etsa, meros ochilganda qolgan egalar, merosxo'rlar, notarius va kadastr o'rtasida ziddiyat chiqadi. Kimning ulushi qancha, qaysi qismi merosga kiradi, qaysi qismi avvaldan boshqa odamga tegishli edi. Bularni isbotlash kerak bo'ladi. Uchinchi narsa, rekonstruksiya va qo'shimcha qurilishlar. Kvartirada balkon qo'shilgan, davor ko'chirilgan, xonalar birlashtirilgan, umumiy maydon o'zgargan bo'lishi mumkin. Ko'pchilik buni o'z uyim nima qilsam o'zim bilaman deb o'ylaydi. Lekin kadastrda dartekchi kvadrat metr ko'rsatilgan, amalda esa 54 kvadrat metr bo'lsa, bu farq keyin muammo beradi. Ayniqsa, bank krediti uchun garovga qo'yishda baholov keladi. Reja bilan amaldagi holat mos kelmasa,
Bank garovni qabul qilmasligi mumkin. Sotishda xaridor ham savol beradi. Nega hujjatda bunday, uyda boshqacha? Shuning uchun o'zgarish qonuniy rasmiylashtirilganmi yoki yo'qmi? Albatta tekshirilishi kerak. 4-narsa qarzdorlik va cheklovlar. Kvartira egasining ijro hujjati bo'yicha qarzi bo'lsa, aliment, bank krediti, jarima yoki boshqa majburiyatlar bo'yicha taqiq qo'yilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan odam o'zi ham bilmaydi. Men kvartirani sotaman deb xaridor topadi, notariusga boradi, tizimda taqiq chiqadi, bitim to'xtaydi. Odam shunda biladi, bir necha yil oldingi qaror eski qarzdorlik yoki ijro ishi ochilgan ekan. Demak, raqamli konfiskatsiya deganda yana bir xavf bor. Tizimdagi cheklovlar avtomatik ko'rinadi va hujjat harakatini bloklaydi. Men birinchi navbatda eski hujjatli kvartira egalariga e'tibor berishni maslahat beraman. Agar sizning hujjatingiz 1930-yillar, 2000-yillar boshida rasmiylashtirilgan bo'lsa, ayniqsa order, privatizatsiya hujjati, eski texnik pasport, eski kadastr kitobi bo'lsa, tekshirish shart. Chunki o'sha davrdagi ma'lumotlar bugungi elektron reyestrga har doim ham ideal ko'chmagan. Ikkinchi guruh, familiyasi o'zgarganlar. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqan, familiyasini o'zgartirgan. Lekin kvartira eski familiyada qolgan. Bu noqonuniy emas, lekin bazalarda bog'lanish to'liq bo'lmasa, muammo paydo bo'ladi. Siz bu menman deysiz, tizim esa eski familiya va yangi pasport ma'lumotini alohida ko'radi. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, JSS sher va pasport ma'lumotlari muhim bo'ladi. 3-guruh, meros orqali uy olganlar. Meros hujjati bor. Lekin kadastrda egasi hali ham marhum ota yoki ona nomida turgan holatlar juda ko'p. Odamlar yillar davomida shu uyda yashaydi, soliq to'laydi, kommunal to'laydi. Lekin mulk egasi sifatida elektron reyestrda o'zi kiritilmagan bo'ladi. Bu juda xavfli. Chunki keyin merosxo'rlar ko'payishi, boshqa qarindosh da'vo qilishi, hujjat yo'qolishi yoki arxidan ma'lumot olish qiyinlashishi mumkin. 4-guruh, ipoteka yoki kreditga bog'liq kvartira egalari. Agar kvartira bank garovida bo'lsa, bank kadastr va reyestr ma'lumotlari mos bo'lishi kerak. Kredit yopilgan, lekin garov taqiqi tizimdan yechilmagan holatlar ham uchraydi. Odam qarzini to'liq to'lagan, bankdan xat olmagan, taqiq esa turibdi. Keyin sotmoqchi bo'lganda garovda degan yozuv chiqadi. Shuning uchun kredit yopilgan bo'lsa, garovdan chiqarish rasmiy bajarilganini tekshirish kerak. 5-guruh, bir nechta mulkka ega odamlar. Masalan, sizning nomingizda bitta yashayotgan kvartira, bitta ijaraga berilgan kvartira. Bitta viloyatda ota-onadan qolgan uy bor. Elektron tizimlar birlashganda soliq, ijara, kommunal, kadastr va boshqa majburiyatlar bo'yicha savollar ko'payadi. Agar bir mulkning manzili yoki egasi noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, xabarnoma noto'g'ri kelishi, soliq hisob kitobi xato chiqishi mumkin. Agar siz yaqinda yangi qurilgan uydan kvartira olgan bo'lsangiz, shartnoma notarial rasmiylashtirilgan bo'lsa, kadastr elektron bazada to'g'ri ko'rinsa, mulk huquqi davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, sizda katta xavf yo'q. Lekin baribir tekshirib qo'yish kerak. Chunki yangi uylarda ham manzil hali to'liq shakllanmagan bo'lishi, uy raqami keyin o'zgargan bo'lishi yoki kadastr raqami vaqtincha tartibda berilgan bo'lishi mumkin. Agar sizning kvartirangizda hech qanday nizo bo'lmasa, hujjatlar to'liq bo'lsa, pasport ma'lumotingiz mos bo'lsa, qarzdorlik va taqiq bo'lmasa, xavotir emas, nazorat kerak. Men doim aytaman, mulk masalasida eng yaxshi himoya bu oldindan tekshirish. Muammo chiqqandan keyin yugurishdan ko'ra. Hozir 2 kun sarflab hammasini aniqlashtirish ancha arzon va oson. Birinchi misol. Toshkentda yashovchi oila 72 kvadrat metrli kvartirani 2001-yilda olgan. Otaning nomida. Ota vafot etadi. Ona va 2 farzand meros rasmiylashtirmoqchi bo'ladi. Notarius elektron bazani ochganda kvartira egasi ko'rinadi. Lekin kadastr raqami eski formatda, manzil esa eski tuman nomi bilan turibdi. Arxivdan qo'shimcha ma'lumot so'raladi. Jarayon 10 kun emas, 2 oyga cho'ziladi. Agar oila oldindan kadastr ma'lumotlarini yangilatganida meros jarayoni ancha tez bo'lardi. Ikkinchi misol. Ayol kishi 2010-yilda kvartira sotib olgan, keyin turmushga chiqib familiyasini o'zgartirgan. 2024-yilda kvartirani sotmoqchi bo'ladi. Xaridor topilgan, narx $15,000 atrofida kelishilgan. Notariusda shaxs ma'lumotlari bo'yicha nomuvofiqlik chiqadi. Ayol nikoh guvohnomasini topa olmaydi. Eski hujjatlar boshqa shaharda qolgan. Xaridor kutmay, boshqa kvartira oladi. Bu yerda mulk tortib olinmadi.
Lekin odam real moliyaviy imkoniyatni yo'qotdi. Uchinchi misol, bir odam ipotekani 25 yilga olgan, lekin 9 yilda yopgan. Banka oxirgi to'lovini qilgan. Lekin garovdan chiqarish bo'yicha rasmiy ariza va tasdiqni oxirigacha yuritmagan. Oradan 3 yil o'tib kvartirani sotmoqchi bo'ladi. Tizimda garov taqiqi turibdi. Bank filiallari o'zgargan, mas'ul xodimlar almashgan, orqadan ma'lumot olish kerak. Natijada bitim 3 hafta kechikadi. Agar u kredit yopilganda darhol garov taqiqini yechirtirganda bu muammo bo'lmasdi. 4-misol. Kvartira 4 kishiga ulushli rasmiylashtirilgan. Yexid foiz ona, 25% o'g'il, 25% qiz. Lekin elektron bazada faqat ona va o'g'il ko'rinadi. Qizning ulushi aks etmagan. Bu xato yillar davomida bilinmaydi. Keyin qiz chet eldan kelib o'z ulushini sotmoqchi bo'ladi. Tizimda ulush yo'q. Endi hujjatni tiklash, arxiv, notarius, kadastr va ehtimol sud orqali aniqlashtirish kerak bo'ladi. Bu oddiy texnik xato bo'lishi mumkin. Lekin oqibati juda jiddiy. Eng birinchi nozik joy men propiskadaman, demak egaman degan fikr noto'g'ri. Ro'yxatda turish, ya'ni yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tish mulk huquqini bermaydi. Siz kvartirada 20 yil yashagan bo'lishingiz mumkin. Kommunal to'lagan bo'lishingiz mumkin. Lekin mulk egasi boshqa odam bo'lsa, huquqiy holat boshqacha. Shuning uchun mulk egasi kim? Ulushlar qanday? Davlat ro'yxatida nima yozilgan? Mana shuni ko'rish kerak. Ikkinchi nozik joy. Kommunal to'lov egasi bilan mulk egasi bir xil bo'lmasligi mumkin. Ba'zan gaz, elektr yoki suv abonenti otaning nomida, mulk esa onaning nomida bo'ladi yoki aksincha. Bu o'zi bilan mulk huquqini isbotlamaydi. Kommunal daftar abonent kodi, to'lov kvitansiyasi yordamchi ma'lumot, lekin asosiy dalil davlat ro'yxatidan o'tgan mulk huquqi hujjatidir. 3-nozik joy, ishonchnoma. Kimdir menda ishonchnoma bor, kvartira meniki deb o'ylaydi. Ishonchnoma mulk huquqi emas. Ishonchnoma faqat vakolat beradi. Sotish, hujjat topshirish, olish, imzo qo'yish kabi harakatlar uchun. Mulk egasi baribir reyestrda ko'rsatilgan shaxs bo'ladi. Ishonchnoma muddati tugashi, bekor qilinishi yoki egasi vafot etishi bilan kuchini yo'qotishi mumkin. 4-nozik joy, og'zaki kelishuv. Akam menga uy seniki degan. Otam hayotligida menga bergan. Hamma qarindoshlar biladi degan gaplar mulk huquqini yaratmaydi. Agar hadya, oldi sotdi, meros yoki ulush o'tkazish notarial va davlat ro'yxati orqali rasmiylashtirilmagan bo'lsa, keyin nizo chiqishi juda oson. Raqamli tizimda faqat rasmiy hujjat va ro'yxat ko'rinadi. 5-nozik joy, soliq qarzi va jarimalar. Ba'zi odamlar mulk solig'i kelmadi, demak qarz yo'q deb o'ylaydi. Bu ham noto'g'ri. Xabarnoma kelmasligi qarz yo'q degani emas. Elektron kabinet, soliq organi yoki tegishli xizmatlar orqali tekshirish kerak. Ayniqsa eski manzil, telefon raqami, pasport almashgan bo'lsa. Xabarnoma sizga yetib kelmagan bo'lishi mumkin. 6-nozik joy, sud nizolari va taqiqlar. Agar mulk bo'yicha sud jarayoni bo'lgan, ajrim, meros nizosi, aliment yoki kredit ijrosi bo'yicha ish ochilgan bo'lsa, reyestrda cheklov bo'lishi mumkin. Ba'zan bu cheklov eski bo'ladi, ish tugagan bo'ladi, lekin tizimdan o'chirilmagan bo'ladi. Shu sababli mening ishim allaqachon yopilgan deb ishonib yurmaslik kerak. Rasman yechilganini tekshirish kerak. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men bu ishni kechiktirmaslikni maslahat beraman. Shu oy oxirigacha hech bo'lmasa asosiy tekshiruvlarni qilib qo'ying. Bu sizga keyinchalik juda ko'p muammoni oldindan yopishga yordam beradi. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Sizda quyidagilar bo'lishi kerak: pasport yoki ID karta, JSHS sheer, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat. Oldi sotdi yoki hadya shartnomasi, meros guvohnomasi bo'lsa, meros hujjati, kadastr hujjati, texnik pasport, ipoteka bo'lsa, bank shartnomasi va kredit yopilgan bo'lsa, yopilganini tasdiqlovchi ma'lumot. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatni ham qo'shing. Ikkinchi qadam, elektron bazada mulkingiz bor yo'qligini tekshiring. Buning uchun MyBond.gov uz orqali yoki davlat xizmatlari markaziga borib ko'chmas mulk bo'yicha ma'lumotnoma olish mumkin. Siz aynan quyidagilarga qaraysiz. Mulk egasining FIH to'g'rimi? JSHR bog'langanmi? Manzil to'g'rimi? Kadastr raqami bormi? Umumiy maydon mosmi ulushlar to'g'ri ko'rsatilganmi? Taqiq yoki garov belgisi yo'qmi? 3-qadam, agar xato topsangiz, uni yozib chiqing. Og'zaki menda xato bor deb borish yetarli emas. Masalan, siz arizada aniq yozasiz. Ko'chmas mulk bo'yicha elektron reyestrda familiyam eski ko'rsatilgan. Amaldagi ID kartam bo'yicha familiyam falonchi.
nikoh guvohnomasi ilova qilinadi. Ma'lumotlarni moslashtirishni so'rayman. Yoki kadastr ma'lumotida umumiy maydon 79 kvadrat metr ko'rsatilgan. Texnik hujjatda 62 kvadrat metr farqni o'rganib, reyestr ma'lumotlarini aniqlashtirishni so'rayman. 4-qadam. Davlat xizmatlari markaziga yoki kadastr organiga murojaat qiling. Agar masala mulk huquqi yozuvi egasi ulush yoki manzil bilan bog'liq bo'lsa, odatda davlat xizmatlari orqali ariza beriladi yoki kadastr bo'limi ko'rib chiqadi. Agar masala notarial shartnoma bilan bog'liq bo'lsa, notariusdan hujjat nusxasi yoki arxiv ma'lumoti kerak bo'lishi mumkin. Agar masala meros bilan bog'liq bo'lsa, meros ishini yuritgan notariusga murojaat qilinadi. 5-qadam. Arizangizga hujjat nusxalarini to'liq ilova qiling. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam ariza beradi, lekin eski shartnomani qo'shmaydi. Nikoh guvohnomasini qo'shmaydi. Pasport nusxasida JSHIR ko'rinmaydi. Keyin javob keladi. Qo'shimcha hujjat talab etiladi. Vaqt ketadi. Shuning uchun birinchi murojaatda hujjatlarni to'liq tayyorlang. 6-qadam. Javobni og'zaki emas, yozma oling. Agar xato tuzatilsa, yangilangan ma'lumotnomani yuklab oling yoki qog'oz shaklida oling. Agar rad javobi berilsa, rad sababi yozma bo'lsin. Chunki keyingi bosqichda yuqori tashkilotga, notariusga yoki sudga murojaat qilish kerak bo'lsa, yozma javob asos bo'ladi. Menga telefon qilib aytishdi degan gap keyin yordam bermaydi. 7-qadam. Qarzdorlik va taqiqlarni alohida tekshiring. Soliq organi orqali mulk solig'i bo'yicha qarz bormi? Majburiy ijro byurosi tizimida ijro ishi bormi? Bank garovi yopilganmi? Kommunal qarzlar bormi? Shularni ko'ring. Kvartirani sotish niyatingiz bo'lmasa ham bu ma'lumotlarni bilish kerak. Chunki taqiq faqat sotishda emas, boshqa huquqiy harakatlarda ham to'sqinlik qiladi. 8-qadam. Ulushli mulk bo'lsa, barcha egalar bilan birga tekshiring. Faqat bitta odamning hujjati to'g'ri bo'lishi yetarli emas. Har bir ulush egasining pasport ma'lumoti, familiyasi, JSHIR, ulush foizi va rozilik masalalari to'g'ri bo'lishi kerak. Ayniqsa ulush egalaridan biri chet elda bo'lsa, voyaga yetmagan bo'lsa yoki vafot etgan bo'lsa, oldindan hujjatlarni tartibga keltirish juda muhim. 9-qadam. Meros masalasini cho'zmang. Agar uy hali ham vafot etgan qarindosh nomida turgan bo'lsa, keyin qilamiz demang. Meros masalasi vaqt o'tgan sari osonlashmaydi, aksincha murakkablashadi. Merosxo'rlar soni ortadi. Kimdir chet elga ketadi, kimdir hujjatini yo'qotadi. Arxidan ma'lumot olish qiyinlashadi. Shuning uchun meros guvohnomasini rasmiylashtirib, mulkni reyestrda haqiqiy egalar nomiga o'tkazing. 10-qadam. Hujjatlaringizning elektron nusxasini saqlang. Telefoningizda emas, ishonchli joyda bulutli xotira, fleshka, kompyuter va qog'oz papka. Har bir hujjat skan qilingan, o'qilishi aniq bo'lsin. Fayl nomlarini ham tartibli qiling. Kvartira oldi sotdi shartnomasi, kadastr hujjati, meros guvohnomasi, nikoh guvohnomasi. Bu oddiy ko'rinadi, lekin favqulodda vaziyatda juda yordam beradi. Agar siz ariza yozmoqchi bo'lsangiz, matn murakkab bo'lishi shart emas. Asosiy narsa aniqlik. Masalan, shunday mazmunda yoziladi: men falonchi falon manzilda joylashgan ko'chmas mulk egasiman. Mazkur mulk bo'yicha elektron reyestrdagi ma'lumotlarni tekshirganimda manzil yoki egasi yoki maydon bo'yicha nomuvofiqlik aniqlandi. Ilova qilingan hujjatlar asosida ma'lumotlarni o'rganib, davlat reyestridagi yozuvlarni amaldagi hujjatlarga muvofiqlashtirishni so'rayman. Keyin ilovalarni sanaysiz. ID karta nusxasi, mulk hujjati, kadastr hujjati, nikoh yoki meros hujjati, kerak bo'lsa bank ma'lumoti. Agar garov taqiqi yechilmagan bo'lsa, bankka yozasiz. Kredit majburiyatlari to'liq bajarilgan, ko'chmas mulk bo'yicha garov cheklovini davlat reyestridan chiqarish uchun tegishli tasdiq va ariza yuborishingizni so'rayman. Agar bank bizda yopilgan desa ham, reyestrda yechilganini tekshirmaguningizcha ish tugagan hisoblanmaydi. Agar meros bo'yicha muammo bo'lsa, notariusga borib, meros ishi ochilganmi? Kimlar merosxo'r sifatida ko'rsatilgan? Ko'chmas mulk reyestrida qanday turibdi? Shularni aniqlaysiz. Ba'zan bitta hujjat yetishmaydi. O'lim guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi arxiv ma'lumoti. Bularni oldindan bilib olish juda muhim. Men odamlar eng ko'p qiladigan xatolarni alohida aytaman. Birinchi xato: hali sotmayapman, demak tekshirish shart emas deyish. Mulk hujjati faqat sotish uchun kerak emas. Meros, garov, sud, sug'urta, ijara, kommunal nizolar, soliq, oilaviy bo'linish, ajrim, bularning hammasida kerak bo'ladi.
Ikkinchi xato hujjatlarni qarindoshlar qo'lida qoldirish. Masalan, kvartira sizniki, lekin hujjatlar akangizda, opangizda yoki eski uyda turibdi. Mulk hujjati egasining nazoratida bo'lishi kerak. Nusxa boshqa odamda bo'lishi mumkin, lekin asl hujjat qayerdaligini siz aniq bilishingiz shart. Uchinchi xato notanish yordamchilarga ishonish. Men kadastr odam taniman, tez qilib beraman deganlarga hujjatning asl nusxasini, ID kartani, ishonchnomani o'ylamay topshirmang. Har qanday rasmiy ishni davlat xizmatlari markazi, rasmiy portal, notarius yoki vakolatli organ orqali qiling. Ishonchnoma bersangiz vakolat doirasini aniq cheklang. 4-xato ulush egalarini e'tiborsiz qoldirish. Kvartirada iri foiz ulushi bor odam ham huquq egasi. Uni chetlab o'tib bitim qilish, sotish yoki garovga qo'yish odatda mumkin emas. Shuning uchun ulushlar bo'yicha raqamli reyestrdagi yozuv ayniqsa aniq bo'lishi kerak. 5-xato davlat biladi, o'zi to'g'rilaydi deb kutish. Tizimlar yangilanadi, lekin har bir eski hujjatdagi har bir nozik farqni avtomatik to'g'rilash imkonsiz. Manfaatdor shaxs o'zi murojaat qilishi, hujjatni ko'rsatishi, xatoni bildirishi kerak. Siz o'z mulkingiz bo'yicha eng manfaatdor odamsiz. Bugungi gapning mohiyati shuki, kvartirangizni hech kim sababsiz olib qo'ymaydi. Lekin raqamli reyestrdagi xato sizni o'z mulkingizdan erkin foydalanish imkonidan vaqtincha mahrum qilishi mumkin. Shuning uchun raqamli konfiskatsiya degan gapni vahima sifatida emas, ogohlantirish sifatida qabul qiling. Qog'oz hujjatlaringizni yig'ing, elektron bazadagi ma'lumotlarni tekshiring. Egasi, manzili, kadastr raqami, maydon, ulush, garov va taqiqlarni solishtiring. Xato bo'lsa, shu oy oxirigacha ariza bering va yozma javob oling. Men ekspert sifatida sizga eng oddiy, lekin eng kuchli maslahatni beraman. Mulk hujjatini muammo chiqqanda emas, muammo chiqmasdan oldin tekshirtiring. Bugun sarflagan bir kuningiz ertaga bir necha oy notarius, kadastr va bank ostonasida yurishdan saqlaydi. Sizda kvartira hujjatlari bilan bog'liq shunday holat bo'lganmi? Elektron bazada xato, eski kadastr, meros, garov yoki taqiq muammosiga duch kelganmisiz? Fikringizni kommentariyada yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir uy egasiga kerak.